2026-yilda chiqqan Cherry modelining crossover gibrid avtomobili. Bu Tiggo 8 Pro avtomobili hisoblanadi. Motori 1.6 turbo bo'ladi hamda ikkita elektr motorli hisoblanadi. Avtomobil tashqi dizayni juda ham o'zgargan. Salon qismida ham katta o'zgarish bor. Menga juda ham ma'qul kelgan tarafi bu o'rindiqlarda koja bilan alkantara kombinatsiya qilingan. Barda esa xolodilnik va skoroslari ham amerikanskiy bu tarafga o'tkazilgan. Bu tarafda besprovодной zaryadnik, ikki tomonlama iqlim nazorati, kattagina monitor ketgan, panorama tom ham mavjud, o'rindiqlarda isitadi, sovutadi, atamankalari ham bor, massaj funksiyasi ham mavjud. Head-up display bu tarafda orqa dizayni e'tibor berasiz, juda ham chiroyli va kenggina ishlangan salon qismi. Obshivkalari ham juda ham neobычный, juda chiroyli dizaynda chiqqan. Orqa dizaynda katta o'zgarish yo'q, chunki oldingi 8 Pro bilan Pashta bir xil orqa dizayni, katta o'zgarish yo'q. Gibrid tizimda 1200 km yo'l bosib o'tadi. Avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonga kelsangiz to'liq ma'lumotlarni olasiz va test drive ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. Narxi 399 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Buni ham tan narxini 30% to'lov bilan xohlasangiz avtokredit asosida yoki bo'lmasa foizsiz o'z narxini bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Hamma avtosalonni kutib qolamiz. Manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzona yo'lda.